kechki qishloqdan ketganimdan keyin sodir bo'ldi. Men shunchaki yo'lda yurdim. Ammo juda ko'p uzoq yurdim. Va qishloq topilmadi, lekin nimadir o'zgardi. Va men yo'lim davomida bunaqa voqealar sodir bo'ldi. Men shunchaki yurgandim va oldimdan bir qishloq chiqdi. Hech o'ylamagandim-ku u qishloq meni qo'rqitadi deb. Okey, bu yerda qishloq yo'q o'xshaydi, lekin qidirib ko'rishim kerak. Okey. Nima? Yer. Demak, bu yerda qishloq bo'lishi mumkin. Mana qishloq. Stop, nima uchun hayvonlar yo'q? Mayli, ketdik. Nima bo'ldi bu yerga? Chiroqlar yo'qdek, nima bo'ldi bu yerga? Mayli, farqi yo'q. Qishloqda hech kim yo'q edi. Na hayvon, na jonzot, na bir yorug'lik. Men har bir uyni ko'rib chiqdim, ammo u yerda hech kim yo'q edi. Na qishloq, na bir goyim, na bir tirik jon. La'nati, qorong'u tushyapti. Nima qilsam ekan? Bu yerda uy yo'q. Bor, lekin qorong'u. Mayli. Atrof juda qorong'u bo'lib ketyapti. Okey. Yaxshi. Lekin hech qayerda yorug'lik yo'q. Nimagadir? Stop. Nima uchun? Bu yerda nimadir bormi? To'xta. Nima? Redstone-mi? La'nati, qayerdan redstone kelib bergan? Men hech o'ylamagandim. Redstone'lar men orqamdan yurishini. Va bir uyga kirdim, lekin u yerda hech qanaqa deraza yo'q edi. Stop. Nima bu? Bu yerda redstone? Nega hamma oynalar yopilgan? Nima bo'lgan bu yerga? Xo'p, mayli, tepaga chiqaychi. Tepada bu yerda ham yorug'lik yo'q, derazalar ham. Okey, tepaga chiqaman. Stop. Redstone. Xalati bu yerga nima qilgan o'zi? Nimaga uchun hamma yerda redstone'lar bor? Lekin nimagadir meni kimdir kuzatayotgandek tuyuldi. Doim qayerdandir. Okey, endi bu yerdan ketsam ham bo'ladi. Boshqa uyni ko'raman. Okey, bu uyda, bu yerda ham hech narsa yo'q. Yorug'lik bo'lish kerak edi bu yerda o'zi. Mayli. Stop. Bu yerda kirib ko'rsamchi? Agar imkonim bo'lganda, bu uyga qaytib kirmagan bo'lardim. Okey, kirib ko'ramiz. Okey, nimaga ham yerda redstone bor? La'nati, nima bo'lyapti bu yerga? Nima uchun bu yerda nima bo'lyapti axir? Hamma yerda redstone, sunduq. Nima uchun redstone qo'yilgan? Bu sandiqning ichida nima bor, bolalar? Okey, sunduqni ochamiz. Nima? Day. O'l? Tushunmadim. Sunduqning ichida o'l deb yozilgandi. Men qo'rqdim va tashqariga darrov chiqib ketdim. La'nati, bu yerda o'zi nima bo'lyapti? Nima uchun ham yerda redstone o'l deb yozilgan? La'nati, bu qishloqni ham bir kun vaqtlab qolishim kerak o'sha yerga. Atak bo'lmaydi. Qani, eshikni ochamiz. Bu yerda nima bor? Okey, normal uy. Okey, buning ichida nima? Qog'oz. Yuday. Sen o'lasan. Tushunmadim, kimdir pan qilyaptimi bu yerda? Lekin bu yerda hech qanaqa o'yinchilar, na bir tirik jon yo'q edi. Abbo, adashib qo'yib yubordim. To'xta, endi sindirish kerak buni. Okey. Okey, bo'ldi, oldim. Qo'yamiz joyga. Chap qo'yganimiz bo'ldi, ketdik. Okey, keyin uyni ko'rish kerak. Okey. Eshikni ochamiz. Stop. Sunduq yo'q. Tablisa. Nima u yerda? Get out. Bu yerdan ket, ahmoq degan yozuv bor edi. Men tushunmadim. Atrofga alanglay berdim. So'nggi daqiqalarda nimadir bo'ldi. Men hatto tushunmay qoldim. La'nat qishloq, jonga tegadi. Qayerdan ketsam bo'ladi? Yana nima? Stop. Yana redstone bormidi? To'xta, borib ko'rish kerak. La'nat, hamma yerda redstone, tushunmadim. Va yana bu yerda ham redstone. Okey. Atrofni ko'rishim kerak. Redstone olsam ekan. Nima?
Yo'q, nima edi u? Yo'qol. Bu qishloqni otlanganmi yoki men? Agar bu videoning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, hozir kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing.